Taniqli xonanda Alisher Fayzning siz bilmagan dardli iqrorlari. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Alisher Fayz 13-studiya loyihasida mehmon sifatida ishtirok etib, o'z hayotidagi ta'sirli xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Suhbat davomida boshlovchi xonandaga uning bolalik yillari haqida savol berdi. Uning ta'kidlashicha, Alisher Fayz 10 yoshida Toshkent shahriga kelib, tengdoshlariga nisbatan ancha erta mustaqil hayotga qadam qo'ygan. O'sha paytda siz uchun eng og'ir bo'lgan jihat nima edi? Nimani ko'proq sog'ingansiz degan savolga xonanda biroz o'ylanib, xo'rsingan holda javob qaytardi. Bola bo'lishni, dedi u qisqa va samimiy tarzda. U so'zini davom ettirar ekan, hayot uni erta ulg'ayishga majbur qilganini ta'kidladi. Hayot shunday ekan, tezroq katta bo'lishga to'g'ri kelgan, dedi xonanda. Mazkur iqror ko'plab muxlislarni befarq qoldirmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar xonandaning samimiy so'zlarini qo'llab-quvvatlab, har bir insonning taqdiri turlicha sinovlar bilan boy ekanini ta'kidlashmoqda. Xonanda Gulixon Asalxo'jayeva omon-omon ko'rsatuvi mehmoni bo'ldi. Suhbat davomida u o'g'li Jahongirni diplomat bo'lishini xohlaganini, dastlab san'at sohasidan ketishiga qarshilik qilganini aytdi. Gulixon shuningdek kelini ham san'atkor ekanini bilganida, mendek uy ishlarini qiladigan, ovqat tayyorlaydigan san'atkormikan deb hayron bo'lganini ochiq bildirdi. U o'g'illari kelin tanlaganda avval onasi bilan gaplashishini va Asalning ham onasi bilan suhbatlashganini, onasi juda ham yaxshi ayol ekanligini qo'shimcha qildi. Shundan so'ng Gulixon kelini Asalni ovqatlar pishirib berishini, qalbi toza, ko'nglida yomon niyat yo'qligini, ayyorlik qilmasligini, kelinini qizidek yaxshi ko'rishini va eng muhimi o'g'li Jahongir kelini Asal bilan baxtli bo'lishi kerakligini ham ta'kidladi.